House Mobile bugungi qaynoq chegirmada eng noyob, eng so'nggi va eng arzon narxdagi smartfonlarni taqdim etar ekan. Inshaalloh har kuni yangi tovarlarni va har kuni hech qayerda taklif etilmaydigan yuzlab chegirmalarni taklif etamiz. Assalomu alaykum. Bizni kuzatishda davom etinglar. Siz uchun eng qulay smartfonlar bizda bo'ladi. Flip 6 zamonaviy rangda, natural titanium rangda, oldi to'laqonli displey, to'laqonli yopilgan va elegantni, qirrali, ajoyib uslubda $10,000 Vertu'ni ham ko'rganman, lekin undan-da chiroyli telefon. Bor yo'g'i $535 evaziga. Samsung Fold 4 Snapdragon 8 Gen 2, 8 Gen 1. Bu smartfon eng moshni, eng plavni va bu smartfonning narxi ayni damda bor yo'g'i $409 tashkil etmoqda. Samsung S24 natural titanium rangda, ajoyib uslubda $475 ga endi 256 li olish imkoni bor. Kecha ham 520, 510 dan sotgan edik. Bugun esa qaynoq chegirmada. Har kuni narxlar har xil bo'ladi va har kungi tovar o'ziga xos o'ringa, o'ziga xos uslubga ega. Qo'limda Fold 4 ni A+ segmentda, bu O'zbekistonda ishlatilmagan, salafanlar hattoki olinmagan. Siz smartfonda olasiz, salafanani 1 yoki 2 kunda shilib tashlaysiz. Bu shilinmagan, demak smartfon hali ishlamagan. Smartfonda bitta nuqta yo'q, $435 ga A+ segmentda, desert rangda yoqimli smartfon. iPhone 16 Pro ni bizga Yaponiyadan keltirildi. 2 dona ideal holatda $128, $915 dan. Yangi deyarli 100% va Yevropa regionida ham bosim kartali variantda $927 ga, xudo xolasa 128, 100 buni ham batareykasi. Bizda aynan bugun iPhone 11 larga qaynoq chegirmalar borligi va iPhone 11 ko'pligidan qaysi birini ko'rsatishga hayron qoladi odam. 100% radno ideal holatda elar ekan, mana 128 83%, 100% radno. Narxi esa chegirma narxda $253 ga, 6499 $235 ga. iPhone 11 Pro Max ni 256 90 dan baland $315 ga. Eng yangi holatda. Mana zo'r saslanadi. Green rangda, islomiy rangda va iPhone SE 3. Bu ichi iPhone 13 ni protsessori yotibdi. Bu iPhone ni haqiqiy moshni, hozirgacha yangisi mavjud bo'lgan SE 3 avlodi. Narxi $205 evaziga. Bizda iPhone 1 ni korobkalisini so'raganlarga 64 ideal holatda $220 evaziga. Katta korobkada 100% radno A+ segmentda Note 13 Pro Plus 5G ni bizda Perfectum o'qiydigan variant keldi. $245 ga. Mana sizlarga zo'r taklif. Mana sizlarga zo'r smartfon. Qayrilgan, ramkasiz va chegarasiz bo'lgan eksklyuziv telefon va oddiy ko'rinishga ega bo'lgan, islomiy rangda bo'lgan Flip 5 to'laqonli oldi tarafdagi displeylar xohlagan ilovangizni boshqara olasiz. Smartfon ochilib yopilishlari va stili yopilgan paytda to'laqonli yopilganning hisobiga yana ham ingichkalashgan va Snapdragon 8 Gen 2 chipiga ega bo'lgan haqiqiy moshni smartfonni $220 ga, Flip 3 ta narxidan ham arzon narxga olishingiz mumkin. To'g'ri, B+ holatda sal past shilingan joylari bor, lekin smartfonda hamma yo'g'i zo'r ishlaydi. Men bunga mana shu 250 ming so'm to'laydigan original yupqa chexoldan bonus qilib beraman. Buni qo'yib olganingizdan keyin telefon yangi telefonga aylanadi. Mana stilli uslubga aylanadi. Smartfonda bitta ishlatib ko'ringlar. Dunyoning eng bardoshli smartfoni haddan tashqari arzonlashdi. Bunaqa narxda bo'lishi mumkin emas. Oddiy Flip 3 ta narxidan arzon narxda bu eksklyuziv chegirma. Mana Flip 3 larni xohlagan rangda qilib beraman. Flip 3 larni salafanlari olinmagan yangilari, violet, green, nafaqat green, nafaqat violet, balki bizda hattoki qora rangidan ham bugun kirib keldi. Salafanlarga e'tibor berib qo'yasizlar. Smartfonlar A+ segmentda $235 da. Eng yangi sostavdagi smartfonlar sizlar uchun. S10 Plus $225, 512 talisi $199 ga qilib beraman. Har kuni narxlarni tushirishda, narxlarini arzonlashtirish bilan ovoramiz. Albatta bu hammasi sizlar uchun va smartfonni S24 ni dual sim kartali haqiqiy yangi 128 talik haqiqiy yangisini sizlarga $488 ga qilib berishga tayyormiz. 100% yillik kafolatga ega bo'lgan premium segmentdagi variantda. Bizda Samsung S23 Ultra ni 512 talik variantlari kirib keldi. Salafanlari hattoki olinmagan. Narxi esa chegirma narxda $549 dan. Haqiqiy arzon narxda, haqiqiy sifatli 512 talik Snapdragon 8 Gen 2 chipiga ega bo'lgan S23 Ultra modellarimiz. Bizda nafaqat 23 Ultra, balki 24 Ultra 12 ga 512 talisi $1050 turadi. Ayni damda $670 dan. Bunaqa narxda 256 ham ola olmaysizlar. Qaranglar, rangi violet titanium. Har bir smartfonda o'ziga xos rangi bo'lgani kabi bizda 256 lisni ham $459 qilib beramiz. 659 qilib beramiz.
narxlar tushib ketdi. Qaranglar, hurmatli obunachilar, kundan kunga yangiliklar qilib borishda davom etmoqda. Biz 128.89% 675 dollarga. Note 11S modelimiz $100 zo'r saqlangan 6+6 RAM 128 xotira always on display funksiyasi bor va bitta noyob telefon. 2024-yilning shubhasiz eng g'ayrioddiy smartfoni Nothing Phone. Karl P tarafidan ishlangan, Londonda prezentatsiyasi bo'lib o'tgan, bu hammani shov-shuvga sababchi bo'lgan smartfonni eng qiziqarli jihatini sizlarga taqdim etmoqchiman va bu smartfon hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. E'tibor beringlar. Xullas, shikarnaya steklo, prikolnaya podsvetka, ajoyib uslub, noodatiy 12256 lik korobka hujjatlari bilan 480-500 dollardan sotilayotgan telefonni 235 dollarga sezilarli darajada eng arzon smartfonlarni narxida qilib berishga tayyormiz. Bu smartfon sizga noodatiylikni, noyoblikni taqdim etadi. Chexollargacha bor. Xudo xolasa eng arzon narxda, topilishi imkonsiz bo'lgan narxda eksklyuzivniy telefon. Bizda S22 Ultra'ni shunaqa zo'r holatdagilar keldi. Mana islomiy rangda, yonlaridagi salafanlari hattoki olinmagan. Smartfonlarimiz 455 dollardan 385 gacha A- bor. Xudo xolasa Kalitstevada shunaqangi flagman telefonlarni ajoyib noodatiy oq va qizil topilishi qiyin bo'lgan, bitta nuqtasi mavjud bo'lmagan Note seriya S Penni qo'shimcha ko'plab imkoniyatlari sizni albatta qiziqtira oladi. Smartfon Note seriyani premium segmenti bo'lib, smartfonni bor yo'g'i 205 dollardan A+lari, A-larini 160 dan qilib beraman. 8256 lik Samsung A20 A15 ni sizlar uchun 137 dollar qilib beraman. iPhone 12 Pro ni 256 ideal holatda sal-pal chexolizlari bor 275 dollarga. O'ylab ko'ring, 256 lik 11 ham bunaqa narxda bas. 13 Pro ni 256 GB 92% yangidek holatda 479 dollarga. iPhone SE ni 120 dollarga 128 salisi odatda 140-150 sotamiz va iPhone 8 ni 64-83 93% kelib qoldi. Juda ham ideal holatda. Buni batafsil Telegramga qo'yganman. Bu iPhone 8 ni men ko'rib o'zim hayratga tushdim. Bunaqa iPhone 8 ni men ko'rmaganman shu vaqtgacha. Yangi saqlab qo'yilgan xolos, ishlatilmagan deyarli. iPhone 1 ni ideal holatda 64-81 230 dollar qilib beraman. iPhone 12 Pro ni 512 talik 90 dan baland bo'lgan. Narxi esa 365 dollarni tashkil etayotgan, hattoki 256 dan arzon narxga premium segmentdagi o'z blogingizni yuritishingiz uchun eng qulay taklif bilan ushbu smartfonni taqdim etdim. 490-500 dollarga 512 talik 256 talik yangi A+ segmentdagi S23 lar. Biz operatorskiy tizimimizni S23 bilan ta'minladik. Nega? Bizga doimiy yaxshi aloqa, doimiy kompaktniy smartfon, doimiy tezkor smartfon kerak. Bu bizni barcha talablarimizga munosib bo'ldi. Sizlarga ham 100% munosib bo'la oladi. Mi 11 Lite bu toladek yengil bo'lgan, o'ta yoqimli, yumshoq binafsha rangda ishlangan. 115 dollar evaziga 8 ga 128 talik eng yoqimli smartfonni taklif etaman. Smartfonlar shunaqangi ko'pligidan ayrim smartfonlarga obzor qila olmasam, Telegramda har bitta smartfon haqida batafsil ma'lumot berib o'tganmiz. S21larni A+ 237 dollardan, A- esa 175 gacha borishi mumkin. X9B esa 160 dollardan 225 dollargacha 12-256 lik korobka full boxlari bor. Variantlarimiz nihoyatda ko'p. S21 Pluslarimiz 260 dollardan. Bular katta ham bo'lmagan, kichik ham bo'lmagan, elegantni va plavni smartfonlar hisoblanadi. Va bu eng asosiy filialimiz emas. Endi sizlar bilan birinchi filialga, asosiy filialga o'tamiz. Bu filialda siz izlagan telefonlar, siz kutmagan narxlarda bo'ladi. Mana birinchi filialga ham kirib oldik va bu filialda har galgidagi eng noyob smartfonlarni ko'rsatishda davom etamiz. Birinchi bo'lib budjet segmentdagi 14C operativga e'tibor beringlar. 16 ga 256 deyapti. Zaryadni 33 vatt 150 ming turadi full box holatda. 109 dollar evaziga haqiqiy san'at asariga ega bo'lgan Redmi 14C modelimiz. Bizda iPhone 16 Pro Max Galaktikani eng kuchli smartfoni yoqimli desert rangda 256-100 1,5 oy davomida ishlagan, deyarli ishlatilmagan yangidek turibdi. 1080 dollar evaziga. iPhone 15 Pro Max natural titanium. Zamon bilan hamnafas bo'ling. Eng trend rangdagi eng yoqimli iPhone 15 Pro Max 256-88 777 dollarga.
iPhone 15 Pro 128 98 e'tibor beringlar. 750 dollarga kuni kecha 92% dan 750 dan qimmat sotayotgan 98% haqida gap ketyapti. Blue Titanium eng zamonaviy rangda. iPhone 14 Pro ni 445 dollarga 128.85 yangida silver iPhone ni haqiqiy rangida ishlangan. iPhone 13 Pro ni 128.87 100% radno 455 dollar evasiga qora seryozni uslubga ega. iPhone 6 Pro batareykasidan baraka topmoqchiman deganlar uchun batareykasi moshniy bo'lgan eng zo'r iPhone da 405 dollarga. iPhone 14 128.82% yoqimli seryozni amerikanskiy iPhone 13 Pro Max o'z davrida legenda bo'lgan. 100% yangi 128.88% bo'lishiga qaramasdan narxi esa 535 dollarni tashkil etyapti. Va talablarga binoan iPhone 8 Plus ni 128 100% esa e'tibor beringlar 256 100 ekan, narxi 140 dollarga. Zo'r sastanada. Va yoqimli, yumshoq lavanda rangda ishlangan, seryozni uslubda, ideal holatda 128 gigabaytli batareykasi 96%li, narxi esa 357 dollarni tashkil etayotgan ushbu iPhone 2miz bizda iPhone XS Max ni 64 88%li 190 dollarga ideal holatda. iPhone 11 Pro ni yuqori qismida sal siqchasi bor, 64 gigabaytli 97%li zo'r holatdagisini 245 dollarga. iPhone 7 Plus ni 128 100lisini 99 dollarga. Samsung Note 10 ni hozir birinchi filialda 205 dan ko'rdilaringiz. A- Telegramga joyladik deb aytdim. Mana hozir A- ko'rsataman. O'zbekistonda ozgina ishlagan, deyarli petnolari yo'q. O'sha reklama qiladigan A- deb reklama qiladigan magazinlar telefondan tiniq holatda 165 dollar evasiga A- segmentda. Yana A- segmentda S15 185 dollar evasiga. Gold rangda, sahro rangida, desert rangda 85 dollar evaziga Redmi Note 11 ideal holatda, korobka hujjatlari bilan yoqimli AMOLED displeyga ega plavniy smartfon. Oddiy, kuchli, moshniy yangi A16 modelimiz. 6 ga 128 tali yoqimli titanium grey rangda. Smartfon 139 dollarga, A32 5G narxida deyarli. A54 5G ni yondagi salafanlar olinmagan yoqimli binafsha rangi 185 dollarga. iPhone 2 128 93%li sostayanasi zo'r 275 dollarga. iPhone 8 Plus 125 dollarga. iPhone 11 ideal holatda 6497 230 dollarga. Bu model 6000 amperli batareya bilan haqiqiy Redmi ni batareykasi qanaqa yetishini sizlarga isbotlab bera oladi. Smartfon bor yo'q 88 dollarga. 128 tali sochni yangidek holatda. Ideal holatda 99 dollarga A14 saqlab qo'yilgan variantda va 75 dollarga Redmi Note 10 ni zo'r variantda. Ekranlari AMOLED, ishonchli, tezkor va plavniy smartfon. A25 155 dollar beramiz. A25 e'tibor beringlar, 120 Hz ekran. A14 90 dollarga 128 tali natural titanium rangda. 116 dollarga Note 11 Pro hammani ishonchini qozonabilgan model. 6 ga 128 tali va A8 modelimiz. O'ta stilli, o'ta ideal holatda. Bor yo'g'i smartfonimiz narxi 57 dollarga. Eskimalarimizni 180-185 dollardan A- segmenti yaponskiy oq rangda, koreyskiy blue rangda. O'zbekistonda ozgina ishlagan 215 dan olingan telefonlarda chegirmada e'lon qilmoqchimiz. S24 Ultra 512 ta 12 operativkali esa 775 ida 755 dollar berishga tayyormiz. Smartfon A73 yondagi salafanlari hali olinmagan. 175 dollarga hali hech qaysi A seriya bunga teng kela olmaydi. Bundan keyingi seriya chiqmagan. Bu 73 seriya 70 seriyaning eng oxirgi avlodi bo'lib, eng premium materiallardan, premium segmentda flagmandan qolishmaydigan model bo'lib chiqadi va islomiy rangda. Salafanlar olinmagan varianti bu zo'r taklif deb ayta olaman. Dual sim kartali S23 Ultra ni qora rangda ideal holatda. Narxi esa 449 dollarga. S22 Ultra ham bu burgundiy rangda. Salafanlar olinmagan A+ edi. O'zbekistonda ozgina ishlagan, deyarli petno ham, chexol izi ham tushmagan. Yangida turibdi 425 dollarga. Note 20 Ultra O'zbekistonda ozgina ishlatilgan, 352 olingan, qora rangda, o'ta ideal holatda. Ustiga laminatsiyalar ham qo'yilgan. Qaranglar, bironta petnosi yo'q. Smartfonda kamera steklosini oldida salgina petnochasi bor ekan. Narxi 300 dollarga.
A25 129, xo'p, narxi $139. $139 A25 zo'r sostanadi. Note 9 ni A+ holatini $142 super chegirma narxda e'lon qilaman. Va bizni asosiy filialimizda shunaqangi zo'r chegirmalar har kuni bo'ladi va yana kun davomida bo'layotgan yangiliklarni ijtimoiy tarmoqlar, Instagram, Telegram orqali albatta ko'ringlar. Hozir obuna bo'lib qo'yinglar va sizlardan iltimos qilib qolaman. Hozir faqatgina ishonchli magazindandagina smartfon olinglar va ishonchli magazin oqtar yurganlar va oqtar yurgan do'stlaringiz bo'lsa, bu videoni yuborib qo'yish orqali siz eng sifatli smartfonlarni eng ishonchli, katta kafolat beradigan House Mobile tarafidan xarid qilinglar. Biz sizlarning xizmatingizni qilganimizdan mamnun bo'lamiz.